Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, aziz obunachilar. Bugungi videomiz gormonlarning buzilishi va shu tufayli yuzaga keladigan kasalliklar hamda davolovchi giyohlar haqida gaplashamiz. Gormonlarning buzilishi organizmda ko'plab kasalliklarni yuzaga keltiradi, ayniqsa ayollarda. Gormonlar butun organizmni boshqaradi. Masalan, hayz sikli, qalqonsimon bez faoliyati, tuxumdonlar faoliyati, semizlik, hattoki teri va sochgacha. Ayniqsa ayollarda yana kuzatiladigan holatlaridan sanab o'tadigan bo'lsam, asosiy belgilaridan hozirgina aytganimdek, hayz siklining buzilishi, tuxumdonlari faoliyati, qalqonsimon bez faoliyati hamda stress yana bir asosiy sabablardan biri va gormon dorilarini noto'g'ri qabul qilish. Bu holatdan tezroq chiqish, gormonlarni bir xil tizimga qo'yish uchun tabiatda juda ham shifobaxsh giyohlar ko'p. Shulardan men sizga asosiylarini tanishtirib va birma-bir ko'rsatib o'taman. Mana bu o'simlik Borovaya matka. Mana bu esa Krasnaya shvitka, radiola ham deb aytiladi. Keyingisi Korin lapuxa, qari qiz o'simligining tomiri. Mana bu momo qaymoq o'simligining tomiri. Bularni damlama qilib tayyorlashga keladigan bo'lsak, birinchi Borovaya matkadan boshlaymiz. Yarim litr qaynoq suvga 1 osh qoshiq Borovaya matka, 1 osh qoshiq Krasnaya shvitka, 1 osh qoshiq Korin lapuxa, qari qizning ildizidan hamda momo qaymoq o'simligining ildizidan termos yoki choynakka solib 1 soat, 1,5 soat davomida damlab qo'yamiz. Va damini olgandan so'ng bir kunda 3 mahal ushbu damlamani choydan, ovqatdan oldin bo'lib iste'mol qilamiz. Mana shunday qilib ichish davomida qandaydir holsizlik, lanjlik, bosh aylanishlari kuzatilayotgan bo'lsa, bu damlamaga asal solib iste'mol qilishimiz kerak bo'ladi. Endi bu damlamani ichdik va bu damlama bizga nima qilib beradi degan savolga javob beradigan bo'lsam, o'zi mana shu gormonlarning buzilishi odam organizmida, masalan, ayniqsa ayollarda kista, mastopatiya hamda mioma kasalliklarini yuzaga keltiradi. Ana shu kasalliklarni asta-sekinlik bilan so'riltirib yo'qotib yuboradigan giyohlar mana shu giyohlar bo'ladi, azizlar. Faqat buni davomiy izma-iziga iste'mol qilishimiz kerak bo'ladi. Yana giyohlarni ichish davomida yana bir muhim bir narsani aytishim kerak bo'ladi. Bu damlamalarni iste'mol qilib boryapsiz. Deylik, bu damlama qon bosimi past bo'lganlarda yana ham ozgina qon bosimi, ya'ni davlinani tushishiga sababchi bo'lib qoladi-da. Shuning uchun bu damlama tayyorlangandan so'ng, haligi damlamada 1 soatmi o'zini damini olgandan keyin 1,5 soatmi damini olgandan so'ng, iliqroq, ya'ni issig'i pasaygandan so'ng 1 osh qoshiq asal solib, yana qayta bostirib qo'yamiz. Keyin ana shu damlamani iste'mol qiladigan bo'lsak, davlinaga ta'sir qilmasdan shifo bo'ladi. Xo'p, mana bu giyohni shifobaxsh xususiyatlarini tanishtiradigan bo'lsam, bu o'zi qora duba, eman po'stlog'i aslida. Bu giyohni masalan boshdagi qazg'oq, allergiya, yog'li o'g'rilar hamda griboklarga juda shifosi katta, dermatitgacha foyda qiladi-da. Buning damlamasi bilan boshni yuvish kerak bo'ladi. 5-6 kun davomida bir kunda bir mahal. Keyin ayniqsa bu ayollar uchun juda shifobaxsh giyoh. Masalan, Videlina,
noxush hidlar hamda ajralmalar kelishi va qin atroflari bilan qichishish, achishishlar bo'ladigan bo'lsa, bu giyoh aynan ana shunday kasalliklarga, ana shunday holatlarda juda shifobaxsh. Buni qo'llash usulini aytadigan bo'lsam, 1-2 osh qoshig'ini 1 litr qaynoq suvga solib, 5 minut past olovda qaynatamiz va iliq holda kelganidan so'ng bu damlamani suv bilan haligi qin va hamda qindi ichki atroflari bilan yuvib tozalab olamiz. Mana shunday qilib 10 kun qo'llaydigan bo'lsak, qichishishlar, achishishlar, infeksiyalar ketadi hamda videlina, noxush hidlar hammasi ketadi. Sababi bu giyohni qobulimda kelgan mana shunday kasallik holatlar bilan shikoyat qilib kelganlarga tavsiya berganman. Bu tavsiya juda ham yaxshi ta'sir qilgan. Shuning uchun bu tavsiya sizga ham shifo bo'ladi deb o'ylayman. Buni qo'llab ko'rishingiz mumkin. Agarda iste'mol qilayotgan giyohlaringiz paketchali bo'lsa, hozir sizga ko'rsataman buni. Masalan, mana. Mana shunday paketchali bo'ladigan bo'lsa, bu paketchadan 3 yoki 4 donasini solamiz. Masalan, momo qaymoq ildizidan 3 paket, qari qiz ildizidan 3 paket, krasnaya shetka bundan 3 paket, borovoy matkadan 3 paket solib, hozir aytganimdek, termos yoki choynakka solib damlaymiz. Ana shu damlamani kun davomida 3-4 mahalga bo'lib iste'mol qilamiz. Mana shunday giyohlar bilan davolanishni o'ziga ma'qul ko'rgan hamda kasalligi uchun qanday giyohlar iste'mol qilishni bilmay yurganlar bo'lsa yoki tabib ko'rigidan o'tish kerak bo'lsa, konsultatsiya, tavsiyalar olishga ehtiyojingiz bo'lsa, qabulimizga kelishingiz mumkin. Qabulimizda maxsus apparatlarimiz bor. Ana shu apparat orqali sizni tanangizdagi holatlarni, kasalliklarni aniqlab, shunga mos ravishda giyohlardan tavsiya beramiz. Bizning manzilimiz Qashqadaryo viloyati Qarshi shahri Orzu bozor ro'parasida. To'liqroq ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Sizlar bilan tabib Iskandar Saidov.